Yo'q. Yan. Bu uzun va qiziqarli video bo'ladi. Bugun shaxsiy ma'lumotlaringiz haqida ko'p narsalarni, ular qanday to'planishi, qayerda ko'rish mumkinligi va bu bizni oqibatda qayerga olib kelishini bilib olamiz. Xo'sh, ayni damda qayerdaligingizni kim biladi? Onangiz, qallig'ingiz, rafiqangiz, balki Uberdir. Ha, Uber bo'lsa kerak. 2017-yil 29-iyulda qayerda bo'lganimizni kim biladi? Mana bu qiziq savol. Ehtimol bilmassiz, ammo Google kecha bir hafta va hatto 2 yil avval qayerda bo'lganingizni ayta oladi. Qarang, ushbu xarita qayerlarga safar qilganingiz, u yerda qancha vaqt bo'lganingiz va qaysi transportda borganingizni ko'rsata oladi. Xullas, mana men haqimdagi ma'lumotlar Google'ga ko'ra, men Dubay, Qozog'istondagi, Baykonur, Minsk, Turkiya, Tailandda bo'lganman, keyin Vladivostok va hatto Kaliningradda bo'lganman. Ha, to'g'ri, hammasi bo'lib 384 ta joyda bo'lganman. Bu hammasi emas. Mabodo yarim yil ilgari 2017-yil 29-iyul kuni qayerda bo'lganingizni eslay olmasangiz, marhamat, Google yordam beradi. Mana avval mashinada o'rtog'imnikiga Vavilovga borganman. Bekatchaga biroz yurib, trolleybusga chiqamiz va piknik afishaga Kolomenskaya bog'iga borganmiz. U yerda Husky Falls, Kasabian chiqishganda maza qilgandik. Nimalarni yashirayotgan yoki qidirayotganlar, ayniqsa ehtiyot bo'ling. Politsiyaning yigitlar qayerdan kelyapsizlar degan savoliga tushunib turganingizdek javob shart emas. Albatta, xarita yo geolokatsiyani mobil ma'lumotlarni o'chirsangiz bo'ldi. Ammo telefoningiz Android bo'lsa, bu sizga yordam bermaydi. Telefon baribir joylashgan manzilingizni ko'rsatib turadi. Biroq bu hali videoning boshi. Google'da mening xaritalarim degan qiziq sayt bor. Unda kompaniya siz haqingizda biladigan barcha narsalarni ko'rishi mumkin. U esa ko'p narsani biladi. Deylik, 6-noyabr kuni abadiy hayot cherkovi rohiblari, Jorj Washington bilan qiziqqanman, keyin Santa Barbaradagi Kelly, 2017-yilda qanday ko'rinishni ko'rmoqchi bo'lganman. Juda hayron qoldim. Men ham shunday qariymanmi? Bo'limlar menyusidan ma'lum bo'ladiki, Google ovozingizni yaxshiroq tanib olish uchun ovozli boshqaruvni saqlab qoladi. Sizni qanday yangiliklar qiziqtirishi, qaysi ilovalardan foydalanishingiz va boshqa ko'pgina shaxsiy qiziqishlaringiz. Google ushbu funksiyalarni yashirmaydi, ammo oshkora namoyish ham qilmaydi. Ko'pchilik bu haqida bilmasa ajab emas. O'zingiz bir kirib ko'ring. Havolalarni pastda qoldirdim. Qiziqarli narsalar talaygina, xronologiya bo'limi ayniqsa hayratlanarli. Men esa mavzuni davom etaman. Google internetdan nima xarid qilishingizni yaxshi biladi, ammo kompaniya yanada uzoqroq ketdi. Endi u haqiqiy do'konlardagi Android Pay orqali to'langan xaridlarni ham kuzata oladi. Qidiruv tizimi oddiy do'konlardagi xaridlar haqidagi ma'lumotlarni olib, reklama e'lonlarini bosish ko'rsatkichi bilan taqqoslaydi. Shu tariqa, ularning reklamalari sizni u yoki bu mahsulotni xarid qilishga turtki bo'lgan yo bo'lmaganini hamda offline xaridlaringiz asosida sizga qanday reklamani ko'rsatishini tushunadilar. Albatta, savol tug'iladi. Yandex-chi? Nimalarni biladi? U hatto nimani tush ko'rishimizni ham biladi. Mana shu ta'bir so'rovlari xaritasi, bu so'zlar o'zaro bog'liq, chunki ko'pincha ular bitta tushda paydo bo'ladi. Unga ko'ra, tushingizda pul ko'rsangiz marhumni ham ko'rasiz. Qamoqxona do'stingiz bilan birga tushga kiradi. Homiladorlar bola va ilonni ko'rishadi. Yana rossiyaliklar ko'pincha qorda yotgan soqolli odamni ko'rishar ekan. Har bir oblastga xos tushlar borligiga guvoh bo'lamiz. Janubliklar qisqichbaqa, yong'oq va o'rikni, shimoldagilar baliq, burga, rezavorlar, ko'pchilik ayiq va suvaraklarni ko'rishadi, ammo hamma shunchaki baliqni ko'rishadi. Yandexdan nimanidir qidirganda, u biz haqimizda tobora ko'proq narsani bilib oladi. U bizni kun davomida nima qiziqtirishini tushunadi. Ertalab ob-havo va tush ta'biriga qiziqamiz. Kunduzi ishchi masalalarni hal qilamiz. Kechqurun ovqat pishirib, kino ko'ramiz. Tungi so'rovlarda pornografiya yetakchilik qiladi. Yandex nima yeyishimizni biladi. Taomlarning 3dan birini bir xil narsalardan pishiramiz. Tovuq, kartoshka, go'sht, karam, tvorog. Yana u nimani tinglashimizni biladi. Mikhailov va Leps yurtimiz hududidagi ikkita raqobatchi. Biroq ma'lum bo'lishicha, Dog'istonda Lepsning reytingi past. Mikhailov esa u yerda ham muxlislarga ega. Dog'istonda Justin Bieber mashhurligiga hayratlanarli. Uni kurash mashg'ulotlarida tinglashadi deb
umid qilamiz. Ushbu ma'lumotlardan tipik rossiyalik haqida tasavvurga ega bo'lish mumkin. Stas Mixaylovni tinglaydi, kartoshka pishiradi, tushiga ayiq kiradi, ko'pincha pul, qamoq va qorda yotgan soqoli odamni yo shunchaki baliqni ko'radi. Tushunyapsizmi? Bularning bari ishlaydigan texnologiya kripto deyiladi. U reklamalarni sozlab, aynan sizni qiziqtira oladigan e'lonlarni ko'rsatish imkonini beradi. Ijtimoiy tarmoqlar ham xuddi shunday ishlaydi. Facebook turli startaplarga qiziqishimni va telefonim Samsungligini bilgani uchun menga shu brend bilan bog'liq reklamalarni taklif qiladi. Ammo kompaniyalar doim ham shaxsiy ma'lumotlardan foydalanish uchun ruxsat so'ramaydi. Ular sizni ogohlantirmay, fayllarni titkilashi, suhbatlarni tinglab, harakatlaringizni kuzatishi mumkin. Keling, bir narsani tekshirib ko'ramiz. Ilovalar kamera, mikrofon va geolokatsiyani ko'rishga ruxsat so'rashni payqagandirsiz. Meni kuzatishlarini istamayman, shuning uchun telefonda ilovalar uchun ruxsatni cheklab qo'ydim. Deylik, mana Facebook faqat xotira qolgan. Tamom. Yaxshiroq tushuntirish uchun boshqa telefon kerak bo'ladi. Pulni tejash uchun telefonni Avitodan sotib olaman. U yerda bozordan ko'ra ancha arzonga topish mumkin. Ilovani yuklab olaman, mana yangi Alcatel. Aytilishicha, uni sovg'a uchun sotib olganlar, lekin kerak bo'lmagan. Shuning uchun narxi 4500 rubl. Asl narxi 6000 cha bo'lsa kerak. Bu juda yaxshi narx. Bosamiz, sotib olamiz. Mana egasi bilan yozishyapman, uchrashuvga kelishamiz. O'sha kuniyoq borib telefon olaman, qo'l tashlashamiz. Xo'sh, telefon menda. Yangi o'rami bilan yangi telefon oldim. Android ayni muddao, unda Facebook o'rnatib qo'yilgan bo'ladi. Demak, ilova uchun ruxsatlarga kirib, hamma yerda uni o'chirib qo'yaman. Mana bu yigitga o'xshash vaziyatga tushmay desangiz, xuddi shunday qilishni tavsiya qilaman. Uning mushugi yo'q. U hech qachon Google'da yoki do'konda mushukka bog'liq narsa qidirmagan, ammo Facebookda mushuklar uchun yemak reklamasini ko'radi. Bariga sabab rafiqasi bilan mushuklar ovqat haqida gaplashganida yonida telefon turgan edi. We might need some cat food. We should buy some cat food. Ilova mikrofondan ovozni yozib olib, uni matnga aylantirgan, kalit so'zlarni ajratib ko'rsatib, tegishli reklamani tanlagan. Ehtimol sizda ham xuddi shunday bo'lgandir. Mabodo Instagram muxlisi bo'lsangiz, unda eng xavfsiz yo'l bu avval telefonning kamera ilovasini videoga olib, keyin uni Instagramga yuklash. Bu ilova sizni yashirincha tinglamaydi. Bu esa siyqasi chiqqan Uberda hamma narsani taqiqlasangiz, A nuqtaning aniq manzili va B nuqtaning aniq manzilini ko'rsatib taksi chaqirasiz. Pulni esa naqd to'lash mumkin. Aksincha, joylashgan manzilingizni, ya'ni geolokatsiyani ko'rsatib, to'lov uchun bank kartasini ulab qo'ysangiz, Uberdan foydalanish ancha qulay bo'ladi. Ammo bu orqali biz kimligimizni oshkor qilib, bizni kuzatishga ruxsat beramiz. Uber ushbu rejimidan foydalangan 10 nafar xodimini ishdan bo'shatgani bilan bog'liq janjalni eslang. Zero ular istalgan paytda mijozlarning qayerdaligini ko'ra olganlar va oddiy fuqarolar, tanishlari, sobiq qalliqlari, siyosatchilar va hatto ularni sudga bergan Beyonseni kuzatish orqali pul ishlaganlar. Ammo kuzatish bilan bog'liq holat takrorlanishi hech gap emas. Bundan tashqari, Uber yaqin vaqtdan buyon geolokatsiyangizni nafaqat taksida ketayotgan paytingizda, balki manzilga yetganingizdan keyin yana 5 daqiqa ichida ham ko'rishni o'rgandi. Bu degani Uber nafaqat qayerga borganingizni, balki mashinadan tushib qayerga jo'naganingizni ham biladi. Bu ma'lumotlar bebaho bo'lishi mumkin. Mayli, Androidni qo'yaylik. iPhone undan oshib tushib, ichki kiyimda tushgan rasmlarni o'chirib bo'lmaydigan alohida papkaga yig'ish boshladi. Ehtiyot bo'linglar, chunki ichki kiyimdagi barcha rasmlaringizni endi telefoningizga kira olgan istalgan odam ko'rishi mumkin. Biroq keringlar, meni va umid qilamanki, sizni ham o'ylantirib turgan narsa haqida gaplashaylik. Meni shaxs, ya'ni asli saransklik Yan Lapatko sifatida qanday tanib olish mumkin? Boshdan boshlaymiz. Foydalanuvchi haqida ma'lumot to'plash uchun avval uni identifikatsiyalash zarur. Buning uchun login va parolni kiritib o'zimiz haqida iz qoldiramiz. Albatta, boshqa akkauntdan kirish hatto vaqti bilan qurilmani o'zgartirish mumkin. Ammo shunda ham foydalanuvchi matnni qanday terishga qarab kompyuterda kim o'tirganini bilish mumkin. Tugmani bosish orasidagi vaqt va yozish tezligi hamida har xil. Mavjud algoritm ushbu ma'lumotdan klaviaturada kim yozayotganini aniqlash uchun foydalanishi mumkin. Yana bir kulgili ma'lumot bosh chanog'i tuzilishi. Shubhasiz, u har bir kishida o'ziga xos bo'ladi. Shuningdek, u shaxsiy ma'lumotlarga kalit ham degani.
Boshingiz tovushni o'tkazish usuli boshqalarnikidan farq qiladi. Shu bois ham endi Germaniyada foydalanuvchini aniqlash uchun ushbu xususiyatdan foydalanadigan ko'zoynak bor. Bunday tizim Google Glass quloqchin yoki virtual voqelik ko'zoynagiga o'rnatilishi mumkin. Uni taqqanda to'g'ri akkauntingizga kirasiz. Shunday qilib bizni doimiy ravishda, hatto bu imkonsizday tuyulganda ham, ya'ni internet yo'q joyda ham kuzatadigan bir nechta algoritmni sanab o'tdim. Bir tomondan xursandman. Qonuniga zid ish qilishdan oldin 2 karra o'ylaysiz, chunki oshkor bo'lish ehtimoli juda yuqori. Boshqa tomondan har bir harakatingizni kuzatib turgan katta og'aynining oliy idrokini tasavvur qiling. Yaxshi amallar uchun u mukofotlaydi, yomonlar uchun esa jazolaydi, ammo undan eng mayda xatolarni ham yashirish deyarli imkonsiz. Anti-utopiyada eshitilyaptimi? Har narsani ko'ruvchi ko'z afsona emas. Xitoyda u ijtimoiy kredit tizimi deb ataladi. U 33 ta shaharda amal qiladi, ammo 2020-yilga kelib ular butun mamlakat hududini qamrab olishmoqchi. Boshida hammaga 1000 ball beriladi. Xatti-harakatlarga qarab reyting yuqoriga yoki pastga tushadi. Reyting yuqori bo'lgan fuqarolarga imtiyoz berilib, reytingi pastlar jarimaga tortiladi. Qari onaxonni yo'ldan o'tkazib qo'ydingiz, endi garovsiz velosiped olishingiz mumkin. Ko'chada axlat tashlab tezlikni oshirdingiz, demak sizga poyezd yoki samolyotga chipta sotmasliklari mumkin. Svetoforning qizil chirog'iga yo'ldan o'tsangiz, yuzingiz darhol chorraha yonidagi sharmandali ekranda ko'rsatiladi. Ma'lumotlarni davlat muassasalaridan yig'ishadi. Shuningdek, kuzatuv kameralarida foydalaniladi. Bundan tashqari Alibaba va Tencent kabi yirik kompaniyalar ham ma'lumot yetkazishi mumkin. Ular Xitoydagi eng mashhur onlayn do'konlar, to'lov tizimlari va messenjerlarni nazorat qiladilar. Ya'ni nima xarid qilib, kim bilan muloqot qilishingizni aniq bilishadi. Buning ustiga davlat chaquvlarni yoqlaydi, ya'ni xushyorlikni yo'qotmay o'zgalarning nojo'ya harakatlari haqida xabar bersangiz, bonus olasiz. 1050 balldan ko'proq to'plasangiz, AAA reytingiga ega namunali fuqaro unvoniga sazovor bo'lasiz. Endi foizi past kreditlar olib, sifatli tibbiy xizmatdan foydalanishingiz mumkin. Hisobingiz aksincha 849 balldan pastga tushsa, sharmandali C reytingi sohibiga aylanasiz. Sizga shubha bilan munosabatda bo'lishadi. Davlat xizmatidan chetlatilasiz. Narsalarni ijaraga esa faqat katta garov ostida olishingiz mumkin bo'ladi. Omadingiz kelmay 599 balldan pastga tushsangiz, D reytingi bilan qora ro'yxatga tushib qolasiz. Bundan keyin hatto kirakash bo'lib ham ishga kira olmaysiz. Odamlar esa sizdan uzoqroq yuradilar. Chunki bunday odam bilan munosabat ustidan chaquv qilishsa, ularning reytingi ham tushadi. Ammo yanada g'alatisi bor. Pekindagi Samo ibodatxonasidagi parkda bo'lsangiz ham, hojatxonaga kirishda kameraga qarash kerak. Tizim sizni tanigandan so'nggina 60 santimetrli hojatxona qog'ozingizni olasiz. Yetmadimi? Iloji qancha? Yana olish uchun 9 daqiqa kutasiz. Shu tariqa hukumat kelgusida hojatxona qog'ozi o'g'riligi va umuman jinoyatchilik muammosini hal qiladi. Ammo siz va men Xitoyda emasmiz-ku, demak o'zimizni xavfsiz his qilsak bo'ladi. Men bu qadar ishonch bilan gapirmagan bo'lardim. Shu yil kuzda Moskvada yuzni tanish funksiyasi bo'lgan video kuzatuv tizimi ishga tushdi. Tizim ko'cha kameralaridan olingan tasvirlarni tahlil qilib, odamning jinsi va yoshini aniqlay oladi. Ushbu tizimni o'tgan yili odamning rasmiy yordamida ijtimoiy tarmoqlardagi akkauntini topishga imkon beruvchi ilova Find Face'ni yaratgan NetiLab kompaniyasi ishlab chiqardi. Find Face haqida ko'proq ma'lumotni izsiz qanday yo'qolish mumkin sonida ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerdagi havolani bosasiz, yangi sahifani ochib tomosha qiling. Lekin bu yerdan ketishga shoshilmang. Moskva kameralaridan olingan ma'lumotlar politsiyaning ma'lumotlar bazasi bilan taqqoslanib, shaxslarning harakatlanish marshrути yaratiladi. Sinov davrining o'zidayoq federal qidiruvda bo'lgan 6 kishini hibsga olishga muvaffaq bo'lishdi. Tushunyapsizmi? Endi katta og'ayni bizni shunchaki kuzatmaydi. U qo'limizdan tutib, har doim biz bilan birga yuradi. Qiziqarli fakt aytaymi? Hatto qo'ylar ham odamlarning yuzini tanib, yillab eslab qolishlari mumkin. Ularga ko'rsatilgan yulduzlarni surat boshqa burchakdan olingan bo'lsa ham taniydilar. Tashqi kuzatuv kameralari uchun bu 2 karra 2 day gap. Kechirasiz, lekin algoritm xitoyliklarni ajrata olsa, menimcha, bizning tashqi ko'rinishimiz bilan biror muammo bo'lmasa kerak. Bizni kuzatish osonlashadi. Bu fakt. Har bir gadjet sizni kuzatib turganday tuyulishi mumkin. Har qalay 2017-yilda yashayapmiz. Videoning oxiriga kelib, sizga shaxsiy ma'lumotlarga kirishni talab qilmaydigan gadjetlarni taklif qilmoqchiman. Ular bilan o'zingizni ancha xotirjam his qilsa bo'ladi. Aks holda, Xudo saqlasin, paranoya bo'lish hech gap emas. Ularni Avito'da topish mumkin. Arzonga tushadi.
Vertexdan yig'ima telefon, chiroyli, zamonaviy, qora, har doim aloqada bo'lasiz, ammo Google uni kuzatmaydi. Ha, modeli eski, lekin shunga qaramay yangisini sotib olishingiz mumkin. U egasiga kerak bo'lmagani uchun mana qutisi, hujjatlari bilan sotmoqchi. Unda mana ko'rib turibman, simsiz FM radiosi bor ekan. 90-yillardagi haqiqiy dandy. Menda ham ilgari bo'lardi. Mana mototsiklchi ham bor. Stikerlar, hamma narsasi bor, hammasi joyda. Nega? Chunki uni hech kim sizgacha ishlatmagan. O, naqadar ajoyib, olovrang kartrij. Ma'lumotlarni oblakada saqlash xavfsiz emas. Ha, serverga kira olgan istalgan odam fayllaringizni, masalan, Google fotoni ko'rish mumkin. Ular orasida biror maxfiy narsa bo'lsa-chi, xullas, qattiq diskdan foydalaning. Mana uni o'yin pristavkasi uchun olishgan, keyin to'g'ri kelmagan, endi sotishmoqchi. Bularning barini ko'rib turganingizdek hoziroq va juda qulay narxda sotib olish mumkin. Havolani pastda qoldiraman, shaxsiy tanlovim asosida tuzilgan to'plam, ammo ogohlantirishim kerakki, hatto qattiq diskda shaxsiy narsani ham mikrofon o'rnida ishlatishni o'rganishdi. Hozircha faqatgina laboratoriyada uning plastinkasidagi tebranishlar operatsion tizim javobi kechikishiga olib keladi. Shu tariqa qanday musiqa o'ynayotganini eshitish, qadamlar va boshqa baland tovushlarni yozib olish mumkin. Diskdagi ma'lumotlarni shu tarzda o'g'irlab bo'lmaydi. Va yana o'zimdan bir narsani qo'shaman. Mana menga sovg'a qilingan prototip quvvatlovchi. Uni rangi yashil bo'lgani uchun biror marta ishlatmaganman. Mana imzoni qoldiraman. 1600 o'rniga 800 rublga qo'yaman. Mana bu imzo esa uning shaxsan mendan ekanligini isbotlaydi. U videoga tavsifda alohida ko'rsatilgan bo'ladi. Avitada yangi narsalarni soting, yangi narsalarni oling, yangilaning. Ilovaga rasm va video olishga ruxsat bering. Narsalarni suratga oling va ilova telefonimni o'zi taniydi. Qanday aqlli ilova. Davom etish tamom, sotaman. Bu chindan ham oson. Qisqasi, Avitada kerakli narsalarni topasiz. Ularni Yan Abnavis Navito hashtagi bilan joylashtirasiz va men akkauntingizni kirib, rasmlarga like qo'yaman, keyin o'zimga bittasini sotib olib, keyingi sonda ko'rsataman. Keyingi sonlardan birida video mavzusi tizimni qanday buzish mumkin bo'ladi. Juda qiziq, taxminan 2 haftadan keyin chiqadi. Siz esa uni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosing. Ushbu sonimiz sizga yoqdi degan umiddaman. Buni like'laringiz va izohlaringizdan bilib olaman. Shuning uchun nima qilish kerakligini bilasiz. Hammani VK va Instagram sahifamga taklif qilaman. Barcha manbalar tavsifda. Aqlingizni charxlang va yodda tuting. O'lishdan oldin brauzer tarixini o'chirib tashlang. Qo'ng'iroqcha, xayr. Salom do'stlar, men Ruslan Musachevman. Bu esa meni YouTube'dagi sevimli kanalim. Bu yigit chinakam daho, ya'ni hali aynib ketmagan blogerlarning so'nggisi. Ishonavering, obuna bo'ling, like qo'ying, qo'ng'iroqchani bosing. Oqlayman va duo qilaman.